Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Yazonda joylashgan shashixonaga kelganmiz. Ochganni obzor qilib beramiz, cho'tka qilib. Mana akalarimiz shashlik pishirayotgan. Bormaylar akalar. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Qana shashlarimiz aka endi. Mana Ko'rsatib go'sht o'tasizlar. qiymalar. Go'sht qiyma. Mana go'shtlar yaxshi ekan. Voy go'sht, qo'y go'shti. Qiymalari. Qanaqa qilib aytsalang, qanaqa qilib aytsalang pishirib berishaveradi mana. Akalarimiz ishlayapti ekan. Narxlarni ham aytib o'tdik. Bitta tanishtirib bering aka endi narxlar bilan. Assalomu alaykum. Charchamang, olyapsizlarmi? Tushunmisizlar? Akalar shashliklarni zo'ri shetda kelaverasizlar. Xudo xolasa buguncha 15 mingdan ertaga 17 ming so'm bo'ladi qiyma. Tesloni ham aytib qo'ying. Go'shtlarimiz 25 ming so'm, qo'y go'shtimiz 28 ming so'm. Kelaverasizlar podpiska bosib. Iloji boricha zo'r qilib pishirib beramiz. Mana pishirishyapti akalar. Birinchi mana go'shtni olib ketaylik. Endi biz mavzuni tushuntirib o'tamiz. Ha, to'g'rimizda yuksalish do'koni. Chapqo'lda mana shashlikxona, Yozyovon tumani kelaverasizlar. Alisher shashlik desalar hamma taniydi. Amalan kutib qolamiz.